Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rayhonoy sizmi? Ha, men bo'laman. Rayhonoy, bugun sizni shukronalik kuningiz ekan. Tabriklayman sizni. Rahmat. Mana bugun alhamdulillah 14 bahorni qarshilab olibsiz. Alloh hamisha sizni aziz qilsin, sog' salomat etsin. Yuz bahor bilan yuzlashing ilohim. Rahmat. Ayni damda men sizni go'zal tabriklarim radio dasturidan bezovta qilyapman. Ayni shu loyiha boshlovchisi Nilufar bilan suhbatdasiz. Rayhonoy, aynan bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi, hurmat qilguvchi yaqinlaringiz nomidan siz uchun maxsus tug'ilgan kun tabriklari, samimiy dil izhorlari yetib kelgan qo'llarimizga. Shu o'rinda sizga kichik bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Qaysi yaqinlaringiz tabriklagan bo'lishi mumkin sizni? Dadajonim tabriklagan deb o'ylayapman. Albatta. Mehribon qizim, xonadonimiz farishtasi, erka qizim, xonadonimiz malikasi deya musofirdan dadajoningiz Oybek aka tabriklab qolibdi sizni. Rahmat. Onajoningiz Zulayho aya, bobojoningiz Tohirjon dada, buvingiz Xayrixon aya, ammangiz Irodaxon, amakilaringiz Islombek, Alisherbek, ukalaringiz Elbek, Nurbek, katta buvingiz Xursanoy aya, tog'alaringiz Sherali hoji aka, Nurali aka, Begala aka, xolalaringiz hamda barcha yaqinlaringiz nomidan, Umidaxon nomlaridan sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi mehribon jonajon aziz yaqinlaringiz, xolajonlaringiz Hamidaxon opa hamda Umidaxon opa nomlaridan, mehribon dadajoningiz musofirdan Oybek aka tabriklab qolibdi sizni. Rahmat. Agar vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, mehribon dadajoningizni siz uchun maxsus chiroyli tilaklari, bugungi tug'ilgan kuningiz uchun maxsus go'zal tabriknomalari bor qo'llarimda. Xo'p desangiz o'qib eshitirsam sizga mana shu tilaklarni. Bemalol o'qib eshitishingiz mumkin. Diqqat bilan tinglaysiz unda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men uchun aziz hamda qadrli bo'lgan Mehrdaryo mehribon qizim. Sen mening hayotimdagi eng go'zal ne'mat, eng shirin orzu, qalbimdagi eng yorqin yulduzsan. Sen dunyoga kelganingdan hayotimga yangi ma'no, qalbimga esa cheksiz shukronalik kirgan. Sen mening faxrim, baxtim, eng katta boyligimsan. Qizim, Allohim seni doim o'zi panohida asrasin. Umringni uzun, sog'ligingni mustahkam, rizqingni keng, barakali qilsin. Har bir qadamingda omad, har bir niyatingda ijobat, har bir kuningda esa shodlik bo'lsin. Sen hech qachon g'am ko'rma, ko'zingdan faqat quvonch yoshlari namlansin. Yuragingni hech bir dard bezovta qilmasin. Qalbingda doim tinchlik, baxt bo'lsin. Allohim seni yaxshi insonlarga yo'ldosh qilsin. Seni doim ardoqli, aziz insonlardan qilsin. Xonadonim malikasi, mening mehrdaryo qizim, sen mening qizimsan. Men uchun jannat eshigimning kalitisan. Men seni yaxshi ko'raman. Baxting doim bardavom bo'lsin. Har bir kuningni quvonchga, har bir oningni baxtiyor to'ldirsin. Qizim, Allohim seni doim mehriga, shodlikka, fayzga burkasin. Umring bahordek yashnasin, qalbing hech qachon g'amni bilmasin. Yuzi nurli, so'zlaring shirin, yuraging pok bo'lib yursin. Orzularing chiroyli, niyatlaring ijobatli, hayoting esa farovon bo'lsin. Har bir tonging seni quvonch bilan qarshilab olsin. Har bir kechang seni xotirjamlik bilan bag'riga olsin. Doim yaxshi insonlar davrasida bo'lgan, yomonliklardan Allohning o'zi asrasin. Qizim, sening baxting mening baxtimdir. Alloh seni ikki dunyoda ham saodatli qilsin. Ota-onangning duosi doim seni oldingda bo'lsin. Seni qo'llab, quvvatlab yursin. Parvardigor inshaalloh eng go'zal baxtli kunlarni senga hadya qilsin. Qizim, mening mehribonim, hamisha baxtimizga sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Qalbim nuri chirog'imsan. Ishonganim tayanchimsan. Hamrohatim onamdeksan, borligingga shukr qizim. Jonga malham kulgularing, so'nib ketsin qayg'ularing, to'lib turar mehrim mening, borligingga shukrona qizim. Qarab qo'ysang ko'nglim yashnar, dilim nurga to'lib yashar. Sensiz qolsa yurak qaqshar. Borligingga shukrona qizim.
kulib tursang mehring sochib, ibodatda qo'ling ochib, namozlarda nuring sochib, borligingga shukr qizim. Tashvishlardan qolganimda zor, jonim ketsa turli xil ozor, yonimdasan sen darmonim, borligingga shukronam qizim deya sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi dadajoningiz mana shunday chiroyli tilaklar bilan sizni tabriklab, qutlab qolibdilar. Rahmat. Bugungi shodiyona quvonchli kuningiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Rahmat, kattakon. Shodiyona kuningizni albatta chiroyli o'tkazing, salomat bo'ling. Rahmat. Mayli. Kun sizga jonim yulib beryapman. Endi qizim sizga omonat biling. Jismimni yarmini bo'lib beryapman. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham tutday to'kilar. Dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham tutday to'kilar. Dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qaddim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim. Jon desa jonimni poyandoz qildim. Kiprigim gardiga xokandoz qildim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qizim tug'ilganda men parvoz qildim. Jon desa jonimni poyandoz qildim. Kiprigim gardiga xokandoz qildim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Oh desa jonim ham tutday to'kilar. Dard tegsa yuragim choki so'kilar. Ko'zidan yosh tomsa qandim bukilar. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulga emas hayoga o'ralgan qizim. Necha yil Xudodan so'ralgan qizim. Iltimos siz uni ehtiyot qiling.
necha yil Xudodan so'ralgan qizim Iltimos siz uni ehtiyot qiling